Masjid Nabaviy payg'ambarimiz alayhissalom Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuni ko'rdilarda, oldiga kelib o'tirib, "Ey Abdulloh" dedilar. "Menga Qur'on o'qib bermaysanmi?" dedilar. "Ya Rasululloh, Qur'on sizga nozil bo'la turib, men sizga Qur'on o'qib berishdan hayo qilaman. Qanday qilib o'qib berishim mumkin? Axir Qur'on sizga nozil bo'lgan bo'lsa, mendagi Abdulloh qanday o'qib beradi? Rasulullohga ya Rasululloh deb ajablanganlarida, "Men boshqadan eshitish yaxshi ko'raman. Ey Abdulloh ibn Mas'ud, Qur'onni o'qi, men eshitaman" dedilar. "Qayerdan o'qiy ya Rasululloh?" "Niso surasidan o'qi" dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Niso surasidan o'qishni boshladilar. "Ya Yuhannas" deb boshladilar. "Ey insonlar" deb. O'qidim dedilar. 5-oyatga keldim, 10-oyatga keldim, 20-oyatga keldim. 41-oyatga yetib kelganimda payg'ambarimiz alayhissalom "Hasbuk, yetarli ey Abdulloh" dedilar. Qarasam Rasulullohning soqollari xo'l bo'lib ketibdi, yig'layverganlarida. U oyatki, "Va kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala haula'i shahida." Ey Muhammad alayhissalom, insonlarning holati nima bo'ladi o'sha kunda? Qandoq bo'ladi? Har bitta ummatga guvohini keltirib qo'yamiz. Har bitta ummatda nima qilgani borasida guvohlarni keltiramiz. O'sha guvohni keltirgan paytimizda kim qayerga qocha oladi? Kim nima qila oladi? Kim nima qila oladi o'sha kunda? Ayting. Va sizni har bitta ummat ustidan guvoh qilamiz. O'sha kuni yig'lavordilar dedilar Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalom. Nimaga yig'ladilar? Sizni guvoh qilamiz deganlarda bu mas'uliyat naqadar og'ir deb yig'ladilar.